Xo'p, bu nima deganda, bu tiktak divanni hisoblaymiz. Sifatlari juda ham yaxshi. Materiallari Xitoy namuk, mo'yshi bo'ladi, bemalol yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, material bitta yaqinlashtiraman, ko'rsanglar bo'ladi. Malush rangidan kelgan. Komplektida shu 3 tasi o'zi bilan bo'ladi. Razmeri qo'lidan qo'ligacha 230, ichki o'tirgan joyi 2 metrlik bo'ladi. Hozir bu yig'ilgan holatda turibdi. Sizlarga kravat ochilgan holatini bitta ko'rsataman. Marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda och seri rangidan turibdi. Buni ham razmerlari xudo xolasa 230, ichki meshtasi 2 metrlik bo'ladi. Mashina tarafini ko'targanda sandig'i bo'ladi xudo xolasa. Bitta ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Shu tarafini ochganingizda bemalol sandiq qilib narsalarni joylashtirib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Og'ir yukni bemalol ko'taradi. Kunlik to'lovi bor yo'g'i 24 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 12 oyga boshlang'ich to'lovlarsiz 730 ming so'mdan to'g'ri keladi. Sizlarga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, albatta Sharq mebel do'koniga murojaat qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar, charchamanglar.